Sizlarni farzandinglarga ham albendazol ichirishdimi? Hozirgi kunda bir ajoyib ish bo'lyapti. Bog'chada, maktablarda shu yosh bolalarga albendazol ichirishyapti. Ota-onalarni ogohlantirib, bilmasdan ichirayotganlar ham ko'p. Lekin bitta narsani bilish kerakki, mana shu glislarga qarshi ichiladigan preparat qachonki bolani jigari, icheklari ya'ni ideal holatda bo'lganda bir foyda berishi mumkin, lekin hozirgi kunda bilamizki, juda ko'p farzandlarimizni icheklari bilan jigarlarida juda muammolar ko'p. O't tufaylarida muammo ko'p, zagib bor, zastoy bor. Icheklar ko'p o'tirib yotibdi, o'zimizga shirinliklar berib, har xil chips, mips bolalarga nima bo'lsa, buni qo'pol aytganda qo'shtonachida musor berib katta qilamiz. Albendazol bergandan keyin bu jigarga katta nagruska beradi. Yani oddiy qilib aytganda jigarni o'tkazadi. Agar farzandlarimizning kelajagi kerak bo'lmasa, bemalol ichirsak bo'laveradi. Agar haqiqatda farzandimizni icheklariga, jigarlariga javob deydigan bo'lsa, bemalol ichiraveringlar. Bo'lmasam farzand o'zinglarniki yoki meni o'zim farzandlarim o'zimniki, mas'uliyat o'zimizning qo'limizda.